Farzandingiz 10 yoshdan o'tdi, lekin hamon o'sish va rivojlanishda tengdoshlaridan orqadami? Unda darhol endokrinolog shifokorga murojaat qiling. Sababi bo'y o'sishi kitoblarda 20-25 yoshgacha deb yozilgan, lekin hozirda ko'ryapmizki, juda ko'p yoshlarda o'sish hatto 10-12 yoshda ham yakunlanmoqda. Buni aniqlashning eng oson usuli qo'l kafti rentgeni hisoblanadi. Hozir 2026-yil bo'ladigan bo'lsa, o'tgan yili 2025-yil davomida maktablarda tibbiy ko'rik davomida bir qancha yoshlarni bo'y o'sishdan orqadaligini ko'rdik va ularni tibbiy ko'rikka chaqirdik. Kelgan bemorlar 2013-yil, hatto endigina 12 yoshga kelgan qizlarning juda ko'pida o'sish zonasi yopilganligini ko'rdik. Agar o'sish zonasi yopiladigan bo'lsa, bola endi o'sish va rivojlanishning imkoni yo'q. Ya'ni endi bunga qancha gormon preparatlari qabul qiladigan bo'lsangiz ham, jismoniy mashg'ulot, boshqa harakatlar qildirgan taqdiringizda ham endi uni o'stirishning imkoni yo'q. Ya'ni odatda bizda xalqimizda kattalar tomonidan keyinchalik o'sib ketadi, maktabni bitirgandan keyin o'sib ketadi, men ham keyin o'sib ketganman degan har xil noto'g'ri tushunchalar berishi mumkin. O'sishdan orqadami? Bugunni kech qilmang, darhol shifokorga murojaat qiling.